Özden obdan tudun ukan. Yaxşı. Oy, bu qaytib qoldim qo'ymda. Ha? Qaytib qoldim. Ne qilib Qaytib qoldim. İmran. İmran. Bo'ldi-da, o. Bak chiqa bular. Ha, mana. Nima bo'ldi? O mana qarab boqama, Farad akamni so'zishibsan. Qaytib qoldi buni og'zimda turdi. Ha. Bo'ldi-da, shu to'rni surt yomonlashsa o'zimning materialini ko'ramayapman shu to'xta. Shu. Mama faqat telefon kelmesi olib qoldi. Bir ko'rib bakalım. Xotinning deyotgan gibini. Bu san telefon kelmaslik bilan bu to'rning nima munosabati deyman. Bağımki deyim ne dadisi? Ma söyümlü hoşlanırız, ma öydeki torunu ulap çıketkendim beri ma telefon kelmesli oldu. Qiziq o'tirganda bu. Voy apa, bu to'r surti bilan telefon kelamnikan men hech qanday munosabati yo'q. Vay balam bo'ldi. Bu appanga bog'ib ming yil tushgan desangmi, yana berim shu. Bo'ldi, men tiziltidga chiqlayli, men qaytib turibman yana. Unda olsa, miymasini o'zgartirib qo'yamdik ya. Mehmon nima? Ha? Shu. Bu bizning qo'shnilarimiz el Bingshong, Shiji, Do'apkidan tatib hammani ulab oldim qandoq? Şu çokum şunda. Qaytib turdi mana qara. Ya undasi o'zgartirdilar. O'zgardi. Shu hech kim uqmaydigan, shu yodlab bulanmaydigan bir mehmondan birini o'zgartaylik qanaqa? Oyraz. Yan sorab kirsa qana qilamiz endi. So'rab kirsin. Uqmadik bizmi? Biz o'zgartmadik demandik. Ha? Meyli işte qildi. O'zgartdi. Ma'qul, bo'ldi. Bu bo'sh. Mana to'g'ri degan manda bo'lmamdi. Voy. Qana o'g'lingizda yaxshimi, yaxshi turdingizmi? Og'ir qilgan bo'ldim. Davudka bormi, yo'qmi? Bormi? Ajab yaxshi. Men kiraverdim-da. Davudka! Ha, jinim aka, qana ahvoling yaxshimi? Yaxshi turdingmi aka? Kilo. Nim bo'lg'in deyman aka bu, ha? Bu Wi-Fi uzilib qoldi-ku. Pulni to'lamabsiz-a, siz-a? Unda emas. Unda emas Davudqani. Aka, xotin shunda birimda kino ko'rib o'tiribdi. Wi-Fi uzilib qoldi. Bo'ldi chatoq, meni ishim chatoq. So'kishib oramdan aka menga. Ajiza qarab boqaymi ya? Imron. Bo'ldi-da. Men yana bir chiqa. Dilshod akamning telefoni to'rdan uzilib ketdi. Bir qarab boqay. Bo'ldi aka. Qanday bo'ldi? Uy, ajab yaxshi uyda borkansizlar. Uy, bekpez bir kino ko'rayotgandim dangada. Naq o'tirib kelgandim, tur uzilib kelib, shigirib Ab, burun qo'yman, men spiqinga chiqir aniqlam. Ha. Xato deydi-ku. Xato. Davudka, qarab turib shu maxfiy nomerni o'zgartiribsiz-a? Voy ukam. Biz endi anda qilgan odam emas. Qarab turib to'g'ri shunchalik qilib ketamiz menda. Siz bo'lmisiz? Imron. Ha, jinim ukam. Am to'r o'yin o'ynayman deb akamning baxtiga o'tag'idek oldingmi? Ha? Sen yetibsan? Men? Ay, o unda qilmaydi, hargiz unda qilmaydi. Daras. Mushu to'g'ri shirkiti uzibdi. Ha, to'g'ri, dal shu yaxshin. To'rni besmay ishib ketib, uzib aytgan gap. O'zingizmi dedingizga boya to'rni sut ostib ketib bordi deb. Sen jinim Davudka, ish qilib nim bo'lmasin, ammo bir ulab bering. Imron. Hadi Mushu Dilshod akamning ishini bir hal qildi. Davudda, biz bekchiq ishlatmaymiz. Shuma kinoni ko'rib saqlanib bo'ladi. Shu. Hech qisi yo'q. Mana aka. Ha, bo'ldimi? Mana. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. O maxfiy nomerni yezib olamdiq yo yodlab olamsiz? Yine televizor ulaydigan ish bor emasmi? Shuni deyman. Shu, yoza fikr, yoza. Hamma undilaringizga yezib aytib qo'ying. Fikr, meni sidin ta'lim yo'q. To'mini qiziq so'qqa yaxshi, ha, Davudka? Ha, shuni yoza fikr. Yozay aka? Yoza. Bu choy. Yo'q, choy deb so'raysiz-ku. Ustidagi qo'shnilarning uyi tomoqqa chiqamiz. Isim qursin dedim aka.
Ma Wi-Fi'dan şuna unutup kattım ya. Ma bizden ma sizlik hoşalla. Maaş gelin. Bek tez tamak çakagan diye ayak kırmızı sat durdu. Tamak soğuk komsun biz çıkaylı. Rahmat hadi. Rahmat hadi. Şu uyda tamak yep çıkan olmasa. Yo'q. Men tamoq tayyorlik qilmadim. Doktorxonaga olmoqchi edim. Şu. Ayak kırmızı satı. Peydi. Keş kirayla keş de ha. Rahmat hadi. Koy. Voy. O'ziga aytmasakmi, bo'ptikan. Gapni anglab yuzim bak chimildab ketdi men. Voy, men u haq xijil bo'lishni bilaman, deb hech nima bo'lmaydi bir haqiqatimga. Ular xijil bo'lmagan bilan, biz xijil bo'lamizda xo'ta. Yesem, beğensem, kaçkar kelsem, kemmesem dedi Allah deyip kendi bunu. Voy, mana. Voy, edi yaxshimi? Yaxshimi? Diqqatsiz. Voy, shu uyda ushoq tushak, uni qilib, buni qilib deganda, keling. Men o'tama edi. Sizdan bir narsa so'rab kirgandim. Ha? Qo'ymoq silishni bilamsiz? Voy, bilaman. Davudkam yaxshi ko'ramda. Ancha emas qilib bo'ldi. Bizning Dilshod shunchalik bir omroq bu qo'ymoqqa. Men bir o'gitib qo'ygan deb o'zim bir salay bugun. Voy, o'gitib qo'y. Voy, birdam degan olsiz bek oson. Ajab yaxshi nimlar ketadi? Voy, shu un, may, tuxum, shakar. Ay, tuxum, shakar, un, may, tuxum, shakar. Hada? Ha? Tuxumdan qanchalar ketadi? 4-5 tal. 4-5 tal, 4-5 tal. Shakar neda? Shakar, siz mushal sanmoqchimi uni? Ha? Bumuz qanday o'ginimi? Bu Ay, hada? ha? Kiramsiz boshlaylik. Kiray. Mishadimi? Voy, oyoqda. Ha. Ayni shu. Buni shikarning boshqa. Aha, mana. Hada, siz qilgan qo'ymoq bek o'xshagan chiroyli-ku. Xela o'xshaganda qilamdi bu. Men qilganim ko'p ketibdi. Aldirmay o'ginsiz. Bo'pti. Ha, bo'ptilar, hech qisi yo'q. Imravkam u yoqqa o'tib birni, bu yoqqa o'tib birni yeydi. Men mana ichkasi. Ha, Imronning quymoq bilan xo'shi yo'q. Amsi Davudkam ye. Rahmat ada. Voy, Davudni yemaydi, ay. To'xtang, mana. Cep olsa kaçta? Apa? Benim mavi çok lima? Ulan, agar vaqo ma quymoqni opang Afrikaga chiqib sotadigan bo'lsa, bir aql bayor ketadi. Ya, manda koymak ne? Apamla başka adam salamaydı da. Apa patlayıp oqa kapakam tıkayama koymakka. To'g'ri dedim. Agar vaqo opang hozir bekor bo'lgan ekan, to'yinga chiqib, jibo ichib, mana mush quymoqni yeganli vaqo, oq chashli qadamni qarcha chiqiradi-da, chash deganni olib deb sotadigan bo'lsa, opang bir aqlan berib qolarmiki deyman. Ishda qilamiz ya xotin. Ha, shundoq qilay. Mana bo'ldimi? Opangni xafa qilib qo'ydim mana. Ben de kıldım da obdan buldum ben hem de. Keş tamıqımız qar çok edin yergan buldum. Bo'pti, qattiq qolganda qattiq tegirib bersang, tasdiq deydi. Bor çaqçaqlam qıldık. Apamın arkadan kirip gollap çıkay bulmasa keş tamıqımız rasmışını yemeyle. Ey. Bu gol xotin chaqchaq qilib qo'ysak, raz xafa bo'latam nima? Kirip çıkay. Apa? Voy jenin apa xapın bana jenin apa.
Ha, mana. Ha. Oy, ukam yaxshimi? aka, yaxshimi, yaxshidingizmi? Kiran. Ha, xizmatlar aldirashmi aka? Ha, shu bo'ldi. Ha, kiran, safa kiran. Adamchi? Ha, bir ketdi, ish vakin azrab. Amsi bo'ldik aka. Amsi davira aka, bir ish bilan kirganda. Davrim, araz. Maxfiy nomerni o'zgartmidik. Aka, u ish emas. Katta bir so'rim bor, sizni apray degandim. So'rin? Voy, mening jiddiy ishim bor ukam, men so'rin baramayman. Aka, bunday qilmasangiz bo'libdi deyman. Qo'rqyapsiz-a? Nimadan? Adamdan? Ay, yaxim, adingizdan qo'rqadigan odam emas. Asirma aka, ranglik emas. Ya bo'lsa rangli qilsam boramsiz-ya. Voy, ukam, rangli ulamdi, rangsiz ulamdi, men uningga karim yo'q. Vaqtim bo'lsa beraverma. Agar baka olgan bo'lsa, baratdim. Rost bormaysiz. Bas. Siz bormisangiz, men ko'nglim yerim bo'lib qolmamda aka. Voy, ukam, nima qilaylik? Agar ko'nglingiz yerim bo'lib qolsa, biz ayrim bir kuni o'tsasak bo'ldi-ku. Shundaymi? Ha? Mayli. Ishta qilaylik. Bo'pti, siz mo ishingizni qilavering. Rosa aka. Yana bir gap. Siz bormagan ekan, araqlaringiz olsin, bosin aka. Ha? Araq? Ha? Barber aka, siz kunda ishmaysiz. Undan keyin mana bunda qo'yaversak, vaqt o'tib sesib qolmasa, ish qilinmaydi aka. Shu vaqtida ish yutishimiz kerak. Ishta qilaylik. Asli ipmoqsam bo'lamda. Hozir? Ha? Hozir ipmoqsak aka bu. Vaqt o'tib ketib qolsa aka, bekka ish qilinmaydi. Bo'pti aka, men ishni olay. Birini ishkayla, men qaytib kelgandan keyin ayirib o'tirishamiz. Bunday ishimiz aka. Rahmat aka. Og'aylarimga akam badi deb qo'yma aka. Voy. Ukam, voy. Qiziq. Adam bakina bu jahonda. Ömrümde men manda adamni ko'rib boqmabdi ekanman. Bijirim. Alamet adam bilan qo'shni bo'libdik-da biz. Ay, endi bu kimdi o? Mana. Adam, men. Qanday olasiz? Yaxshimidi? Birey mang'amitdingiz? Bir yek mang'an. Davudkam yo'qmi? Tekishdan kelmidi? Ma, bo'lmag'dak. Osh yiliq bo'lib ketgan bo'lsa, vahshiy bo'ladi-da asli. Qabib ketibdi. Ukam deb tushunmadim o gapingizni. Adam, menchu sizning yiliqi uzun bir oltin halqangiz bor-ku. Ha? Oshning gapini qilyaptimi? Ha. Bugun bir to'y bor deding-a. Shu munda o'ylab baqsam, ma chashpasunimga osh halqangiz vahshiy yarashqidek. Shu bir kun taqab turaychi ada. U halqini var, o üzülüp ketganda shu azargarxonaga birib qo'ygan. Voy, hozir bosaq uchuqmidi ada? Yo'q, uni cho'q qarang, tehi posonni o'zgartmoqchidim. Uni hozirroq oltin qatqizaysam, pulim kim qilib yenib kelgan shu tehi. Emschu, mani taqaveray. Uni akab qo'ysangiz, yana bir taqib olaman ada. Ya ukam, men hozir do'stim bilan ko'rishga bordim, qarang. Bu da bir qatimda bir nim qilamiz, jima. Voy, hada siz berayveringmi, o'zim evolma. Voy, Mana chiqdi. Xotin, kallang ishlamdi ya. nima bo'ldi? So'rdi deb oltinnimi berib turdigan ishmi? Voy, men bämidim. Mening ko'rsatmagan bana sababim qolmadi. Xotin qilinliqdi va men ikki qulqimdan yulib degandek achib ketdi deyman. Qiziq adamlar ekanda. Ey, bu da bir narsa so'rab kirsa, minil beri. Ne? Ha, chiqib ishkisiga bir dada olay deganman. Men so'rgan narsani birga chiqib, birga kiraymi deyman. Qiziq gap qildi. Chiq baqay. Men chiqib baqay. Bu kimdi bu vaqtda? Men qarab baqay. Adam, men. Dazmol bormi? Aba, Berib turamiz, xafa bo'lmay. mush kesdimi? Shu sahar ishlatmoqchidim, mening buzilib qolibdi. Ma'qul. Voy, rahmat. Ma'qul edi.
Xo'tan, Ha? Мәкілаңла. Hey, mağananga bir dezmal selvetsen oğuduk. Qa dezmalni salım ha? Dezmalni-chu, amraq ininiz Dilshatjonning chiroyli xotini echkitib, buzib akirib biribdi. Kızarık ne bu var? Bir nesini sorup iç gitip, buzu pekir bir daha şu ama. Voy shundaymi. Buni qanaqa qilamiz endi? Etkende jığın bağıt hem de bunu muştak. Baktım işte kiyivreyim. Akaslar. Buni bo'ptimishda kiyverdigan ish yo'q. İmran dikkat pastga tushib, iliqi quruq yuz do'konda dezmal sag'izib aytchiqsin. Ma gipim bo'ldi xotin. Nima degan bilan erining qiyofatiga xil diqqat qilib qo'ysa. Diqqat qilmasam bo'lamdi, boshliq xo'ja. İmran bolam, taqlay. İmran bolam. Demigen bilen Moşu hoşnulardan bizning alamet ta'limiz kepti jumo. Voy keldi, kemmemdigan, tozi keldi, dehshat keldi, kelgandimi, alamet keldi dadisi. Ha, apam to'g'ri deydi. Az Dilshat akash qachon kirib birga piya so'rimni? Ne o balam piyas bu degan? Voy, eliq tug'ilgan kunda ağa o'yin chiqin deydi. Voy, shuni nima ichib ketganmidi? Ha, deyma. Bir oy bo'ldi hech ketmay abi. Akirib bo'lmaydi, o'ynag'im kelib ketdi meni. Lekin bak o dadisi. Voy, mush bir qatim bir to'g'ri narsa so'rab ichib ketibdi. Ash imtihon tukchi va u narsa ashab tutsin. Aldın balam. O'yin chiqingning ijara vaqtini ağa apang yana keyinga surib etdi. Endi umidni o'zim. Past uchrab qolsa, so'rab ilib olaman ku. Bo'ldi balam, so'ramay to'g'ri narsa tutsa imtihon xotirjam bervog'ini. Voy, ya so'rayman apa. Voy, Imron, men senga gap qilyaptimi? So'rayman, men chatag'im yo'q. Voy, nima daq qilgansan? Gap tushunyapsan, yama imtihonga oz qoldi. Voy, bo'ldi. Bir Dilshatning gapi uchun ishkang bir jidal qilib ketmanglar bo'ldi. Balam menga juda chiqib o'gnishini qilay bo'lsa. So'rag'anim. Voy, Imron, men senga gap qilyaptimi? Haras xotin. Baya Dilshat tüpüge chiqayotsam, uchrab qoldi pastda. Nima dedi yuz qilib? Onun bugün apı dadisi keldi o'xshaydi, shuni oldiga borma deb ketib qoldi. Hey, opsil dadisimi shunda qilinmidi ya be tuzukroq odamlarmidi? Aytam, endi men uni uqmadim xotin. Voy, hayronman. Ma ikki xotin nada qanday kunda tepishib qolgan bo'g'iti deyman. Biz tuqqandan baldırmı diye bu. Voy, o başka anadan, başka dadadan bo'lgan ikki adamimizda o'xshash bir qilib qo'ygandek tug'ilamdamda. Endi xotin bir uyda ashtamoq yeb, birga yetib qo'yib, birga turavergandikin mijoz xarakteri bu. Shu o'xshab qolgan gap shu. Hey dadisi, biz ma uyda xeyli necha qitim birga ashtamoq yeb, birga o'tirib mungdashdik. Xalqning mijozi bizga juqib qolmaganda. Yo'q gap qoldikin. Uni mijozim juqib qolgan shu olmaydi xotin. Aras. Elqi ma qo'shnimizning alqi kavshang degan narsani ishqib bergansa? Unutib qoptimi so'rmagandikin tuttusina bo'ldi. Nimani tutturdi? Unda bo'lqisini chiqib men ishqib bermagan. Uyga birga qolsam hech yerdan topolmadim uni. Bakani tang so'rab kelib qolsa, chatoq chiqmasin hamda vaqtida chiqib biringlar. Ha, ma'qul. Ati bir pranik selib chiqib beraychimi? Aras. Do'sa bo'lqisini bir yerdan tep qo'yajmi, tuyuqsiz kirib qolmasin yo'qlar. Ha, ma'qul. Hey Ras. Ma ballaning bir yotgan ko'pilari bor-ku, ha? Qaballining? Yuzi qilin qo'shningizning. Yotgan ko'ps bam yo'q, mendim bilma xotin. Buni so'rab qolding hamda. Voy, bayatın dadisi bilan anasi keldike dedinglar. Endi ya nomus qilmay yotgan ko'pini so'rab kirmisin deyman ha. Mana. Endi yotgan ko'pini so'rab yurmas. Ma haqni bizning degan olmaydi. Voy, texe ma uyanglisizning bizninkidan cho'ngroq, onam bildidam necha kun sizning uyda yetib qopsin deyishdi yanmaydi ma haq.
İşte kulağıma. Voy bizim degan olmaydı dadisi. Ojo. Ras. Endi onun ata-anası kelse bir iş gün turup ketmeydigine çokum uzun vaqt turup qalishi mumkin. Kimdi o? Hamra bulsun bizning kulkimiz